Xitay, Asiya, Avropa ko'rgazmasi bu yil Ürümchiga o'rinlashtirildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hammamizning diqqatini tortayotgan masala yaqinqi yillardan buyon Xitoy nurg'un xalqarалық yig'inlarni va har xil faoliyatlarni irqiy qirg'inchilik yuz beryotidi deb qaralayotgan nurg'un besim bo'lyotidi deb qarayotgan Sharq Turkistonda o'tkazish orqali o'zining jinoyatini ham o'z oldini ola o'rinlashtirgan yolg'on sahnalar bilan shunday yig'in o'rinlashtirish paytidan fursatdan foydalanib yig'in qatnashuvchilarni yolg'on tashviqot uchun hazırlangan sahnalarga olib borib ziyorat qildirib dunyoning ko'zini bo'yayotdi aslida mana shunday nihoyatda tinch holatda taraqqiy qilgan shaklda bundaq biz bu yerni shunday qildik. Bu axborot tilg'anlayotgan irqiy qirg'inchilik deydigan narsa aslo mavjud emas deganni mana shunday har xil faoliyatlar bilan ko'rgazmalar bilan dunyoga bu yuzini ko'rsatyapti Xitoy hamda dunyodagi eng hiylagar nomussiz Xitoylar mana shunday faoliyatlarni to'xtovsiz o'tkazib ko'z bo'yamchilik qilyapti dunyoda. Bu qatim Xitoy yangi bir navbatlik Xitoy Asiya Avropa ko'rgazmasining burunqidagi Ürümchida o'tkazishni planlagan bo'lib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni pardozlashni asosli maqsadlardan biri qilgan mazkur ko'rgazma iyun oyiga o'rinlashtirilgan. Xitoy tashviqot organlarining xabar qilishicha 9-chi navbatlik Xitoy Asiya Avropa ko'rgazmasi 25-iyundan 29-iyungacha Ürümchida o'tkazildi ekan. Bu yuqorida mavzu biroz xato o'qilib qolgan o'xshaydi. Ya'ni o'tkazildi emas, o'tkazilmoqchi 25-iyundan 29-iyungacha Ürümchida o'tkazildi ekan. Atalmış Ipak yo'lidagi yangi fursat Asiya Avropaning yangi hayotiy kuchi boshlaymi qilingan bu ko'rgazmani Xitoy Savdo ishlari ministrligi, Tashqi ishlar ministrligi, Xitoy savdoni ilgari surish jamiyati va atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat mas'ul bo'lib uyushtirgan. Xitoy Asiya Avropa ko'rgazmasi 2011-yildan tartib 2 yilda bir qatim o'tkazilib kelgan bir ko'rgazma. Xitoy bu ko'rgazmadagi maqsadini Asiya Avropa davlatlari bilan yuqori qatlam diplomatiyasini qanot yaydirish, atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikqa turtki bo'lish, Ipak yo'li iqtisod balbig'i yadrolik rayoni qurish deb tashviq qilib kelyapti. Buningdan sirt buning atalmış Şinjan obrazini namoyon qilishdagi muhim ko'znak ekanligini ta'kidlash orqali, ya'ni har xil shunga o'xshash faoliyatlarda Şinjan obrazini, Şinjanni dunyoga go'zal minaq ko'rsatish bu degandek bu safsatlarni tilga oldik Xitoy hamda. Ko'rgazmaning Sharq Turkistonga o'rinlashtirilishidagi haqiqiy maqsadini mushu so'zlar bilan oshkorlayapti-da. Ya'ni sen chunki dunyoda bu yerda bo'layotgan ishlarga qarata boshqacha fikr mavjud bo'lg'achqa sen bu jinoyatni yapish uchun bu shaklda kalimalarni, bu shaklda so'zlarni ishlatishga majbursan. Boshqa nima ishqa Shanxay uchun yoki boshqa Xitoyning har qanday bir o'lkasi uchun bu iboralar nima uchun ishlatilmaydi? Chunki u yerda unda bir ish yo'q. Bizning Sharq Turkistonda bo'layotgan jinoyatni yapish uchun albatta bu xil so'zlarni har doim har xil faoliyatlarda fursat bo'lib ishlatadi Xitoy. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotining bir qism yig'inlari, Xitoy Asiya Avropa ko'rgazmasi, Pokiston, Afg'oniston vakillar suhbati o'tgan haftadan beri bir hafta davomlashdi. Bu suhbatni Ürümchida o'tkazdi. Degandek shunday xalqaro faoliyatlarni Sharq Turkistonda o'tkazish orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yepib o'zining sat yuzini pardozlab chiroyli qilib ko'rsatishga tirishyapti Xitoy butun kuchi bilan. Ammo bu tirishchiliklarning hech qaysi natija e'tibori bilan Xitoyga bir Xitoyning yuzini oqlayolmaydi, Xitoyning jinoyatini yapolmaydi asla.